Sherbek aka, mana bunaqa misrovka tanlashda ko'proq nimalarga e'tibor berish kerak? Birinchi e'tibor beriladigan joyi motor qismi. Motor qismi klavati katta bo'lishi kerak hamda mis motor bo'lishi kerak. Bu misrovkamizni qizimasligini hamda ko'proq ishlab berishini ta'minlab beradi. Ikkinchi joyiga keladigan bo'lsak, reduktor qismi. Reduktor qismi 99% turistik misrovkalarda plastmassa bo'ladi. O'shani iloji boricha metall olish kerak, ya'ni temir olish kerak. Temir misrovkamiz muzlagan, charvili va katta payli go'shtlarni to'xtamasdan zang'illatib chiqarib beradi. Uchinchi farqchi? Uchinchi farqiga keladigan bo'lsak, ko'pchilik misrovkalar golovina qismi chugun bo'ladi. Chugun emas, mana bunday metallda hamda nержавейкалari 304 markali nержавейкаlardan tashkil topishi kerak. Hamda buni yana bitta aniqlaydigan joyi bor. Original misrovka bilan oddiy misrovkani ikkalasini taroziga qo'yganda original misrovkamiz undan 5-10 kilogacha og'ir bo'ladi. Bo'ldimi? Asosiy shu narsalarga e'tibor berish kerak. Asosiy farqlari mana shu 3 ta farqi bor. Yana bitta ko'p farqlari bor. Buni keyingi videolarda tushuntirib o'tamiz.